Salom, assalomu alaykum. Sizlarga eng oson til o'rganishingiz uchun internet orqali o'yinni ko'rsataman. Bu o'yin Duolingo deb nomlanadi. Mana shu Duolingo. Ikkini rasmi turgan yashil. Shu o'yinga kiramiz. Shu o'yin o'tirgandan keyin kiramiz. Juda oson o'rgatadi. Men ingliz tili va rus tilini o'rganman. Mana birinchi sizlarda burada yopiq turadi. Mana shu yerdan boshlaysiz. Mana shu yerdan boshlab nima qilasizlar-da? Shunday qilasizlar. Mana 20 ochko beradi. Nima qilsak, o'rinlarni ham ko'rib bo'ladi. Mana til og'iz aytilishida mana bu yerdan o'rinlarni ko'rsatadi. 17 dan pasti yaxshi o'rganmaganlar 35 ochkolaringizni ko'rsatadi. Menda 197 ta ochko bor. Mana o'zingiz yashil rangga turasiz. Ikkinchi o'rinda turibman men hozir. Mana shunday bo'ladi. Agar men birinchi o'ringa chiqsam, mana shuni beradi. Birinchi o'ringa chiqasiz. Shunda buni shu narsalarni beradi. Shunday qilib ko'ramiz-da. Mana shu yerdan boshlaymiz. Men 6-kunga keldim. 6 kundan beri o'ynayapman. Juda ham zo'r qanaqa. From Mexico. From Mexico deyapti. Is Mexico. From France. From France. Is France. Tax. Tag. Xo'p, xato ekan. Mana tax olarkan. Sock. Sock. Mana. I am also from Russia. Ya, asli nima edi? Also. Doj from is degan ekan. Rossiya o'z bo'larkan. I am also from France. I am from. I am also from France. I am also from France. France. I am from Mexico. Shunday bo'lib qoldi. Obunachilar, mana shunaqa qilib o'ynaladi o'yin. Tarzimiz shunaqa bo'ladi. Xayr